Cristiano Ronaldoning professional futbol hayoti haqida gaplashamiz. Ronaldo oddiy kambag'al bola bo'ladi. 12 yoshida ota-onasidan yiroqda Lissabonga ketadi. U yerda yashash qiyin, ovqatsiz u kurashadi va 16 yoshida professional futbolga keladi. U debyutidayoq 2 ta gol urib, yirik klublarning e'tiborini tortadi va 1 yildan so'ng Manchester Unitedga transfer bo'ladi. Bu yerda rivojlanadi, kuchli, tezkor va intizomli futbolchiga aylanadi va 2008-yil Angliyaning barcha tituli, Chempionlar Ligasi va o'zini birinchi oltin to'pini qabul qilib oladi. 2009-yilda esa Madridga keladi. Realda u 4 ta Chempionlar Ligasi, 4 ta oltin to'pni qabul qilib olib, Juventusga ketadi. Juventusda ham 2 yil o'ynab, yana Manchester Unitedga qaytadi. Manchesterda hurmatsizlikka uchragan Ronaldo Saudiyaning Al Nassrga keladi va 40 yoshida ham 20-25 yoshli futbolchilardan yaxshi o'ynab, gollar urib kelmoqda. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'ying va keyingi futbolchi kim bo'lishini kommentariyada yozib qoldiring.